Saroy mahallasida mana shu fuqarolar ishlar olish masalasi bo'yicha. Yo'q aytibdilar 50 million kredit olmoqchiman eng kamida. Shunga yordam bering deganda hozir olib tushdim. Endi kredit bo'lim boshlig'i aytibdilar, yo'q 50 millionlik mening mahallam biznes yo'nalish bo'yicha kredit tugagan, resurs yo'q. Shunga hozir o'rinbosar bilan bir gaplashib ko'ring. 50 million kredit olmoqchimiz. Nima maqsadda ishlaymiz? Qoramol shu. Qoramol sharoit bor. Sharoit bormi? Rasm bilan kelganmiz. Bizda 17 milliondan molxonasi 10-15 ta mol botadigan sharoit bor deydi. O'zini o'zi bank 17 milliongacha sug'urta bilan 17 million tepasi kafillikda. Kafillik bo'lishi shart. Kafilingiz bormi? Bor. Qayerda ishlaydi? Maktabda ishlayman. Tekshirib ko'rishdimi? Anaqada masalan skorina o'tdimi? Berildi. O'tdimi? Mana da'vatnoma o'sha mahallada o'rganib, rais haqiqatan sharoiti bor. Bo'ldi, muammo yo'q. Hozir aytaman, skorina o'tgan bo'lsa, hozir ko'ramiz. Agar respublikadan bekitib qo'ymagan bo'lsa, limit tugab, unda hech narsa qila olmaymiz. Kutamiz qachondir ochilishini-da. Endi bu 50 millionni juda ko'p berildi-da. Juda ham ko'p berildi. Agar bekitmagan bo'lsa, aytaman qilib beradi. Faqat kreditni qaytarishlikdagi ishlatishda o'sha maqsadli ishlatish kerak. Har oylik to'lovni o'sha kredit shartnomasining ilovasi bor, grafik. O'shanda belgilangan sanadan kechiktirmay to'lanishi shart bo'ladi. Bu kreditdan men oldin ham foydalanganman. Buni muddatidan oldin ham yopganman kreditni. Bo'ldi, demak siz namunali to'lovchi ekansiz, hech qanaqa muammo yo'q. Muammo bo'lmagan. Kredit to'g'risida tushunchangiz bor ekan. Oldin ham olganman ham. Bo'ldi, hozir borib skorina o'tgan bo'lsa, unga qarab, o'tmagan bo'lsa unga qarab aytsang, men hozir gaplashaman. Akram aka, ungacha ham gaplashaman, Bo'ptimi? Ma'qulmi? Rahmat. Salom.